bularni bitta papkani ham хотя бы ishlab chiqarib yuborsangiz, bu eng важный papka bo'lishi mumkin. Sizni ixlosingiz, ishonchingiz qadar shu sizga uzatdi-ku, shu ne'mat-ku bu ham. O'shani qabul qilganingizga qarab qancha yengillikka, qancha o'zingiz xohlayotgan holatga, hayotga erishib qolishingiz mumkin-da. Lekin bizda baribir yashirin kibr turadi. Bu o'zi nega efirlarni o'chirib tashladi? Hammasi reklama, yoki bir narsa deydi. Diqqatini o'sha yerga qaratadi. Lekin shuncha kunni turibdi. Necha kun dostupniy bo'lib turibdi shu efirlar, necha soat eshitishing mumkin, necha kunlab. Shuncha jonli energiya 2 soatlab birga bo'lamiz. O'sha energiyani ichida shuni o'zida eshitib o'tirgan, ishtirok qilib etib, prosta ruchka bilan nimadir yozib, tafakkur qilib o'tirganda ham, o'ziga tushganda ham qancha narsasi yillab ishlaydigan yoki yillab qidirib topolmagan bloklarni ko'rib qolish, ochish imkoni bor-da. Lekin bizda ko'p masalan, men buni aytayapman, hamma o'zini prosta ko'rib ko'rsin, bizda shunaqa narsa turadi. O'zing bilan ishla desa, o'zi qanaqa yo'l, shirk keltirib qo'ysamchi yoki shunga o'xshagan gaplar. Nimadir niyating uchun bugun qadam bos desa, yo'q, qo'rqaman, yutqizib qo'ysamchi, gap so'z bo'lsamchi, keyin ustimdan kulsachi. Hamma narsada shunaqa, yo'q, men undan qo'rqaman, yo'q, men bunaqa qila olmayman. Uzil hammadan, o'zing hayoting javobgarligini o'zingga ol desa, uzilib ketsam, unda hamma bilan uzilib qolaman-da, unda bitta o'zim qolib ketaman-da. Shunaqa. Hech kimdan kutma, bu mumkin emas, faqat mumkin emas kutish. Desa, nega kutmas ekanman? Men ularga butun umrimni berdim, yoshligimni berdim, tug'ib boqib qo'ydim yoki yana va hokazo men uchun bir narsa qilib qo'ydim. Nimaga kutmas ekanman? Deydigan shunaqa, faqat shunaqada turavergandan keyin odam u men kimdir bo'lish uchun tashqaridan uringani bilan Xudo bizani tashqarimiz bilan emas, ichimiz bilan aloqaga kiradi. Boshqacha hech qanaqa bo'la olmaydi. Biz Xudo duomiz-ku, yaxshi odam bo'lamiz-ku, mana qilamiz-ku, deymiz-ku, negadir niyatlarimiz amalga oshmaydi, duolarimiz ijobat bo'lmaydi. Qancha yaxshi amallar qilib, u yashirin ehsonlar, nimalardir ham qilib yuraveramiz, lekin nimadir o'zgarmaydi. Sal o'zgaradi-da. O'sha ehson qilayotgan yoki yaxshilik qilaman degan paytingizda ozgina xuddi umidi borga o'xshaydi, lekin qarasangiz, hayotingiz o'zgarmagan, o'sha g'azabga to'lgan, alamga to'lgan. Ko'rmaymiz, o'sha papka turadi, g'azab, qattiq serjim bo'lib ushab turgan narsa turadi. Yo'q, men unaqa qilishga qo'rqaman. Yo'q, men bunaqa qila olmayman. Yo'q, men bundan qo'rqaman. O eng yaxshisi sen qoloq bo'lishdan qo'rq. Sen g'iybat qilishdan qo'rq. Kimdandir kutishdan qo'rq. O'zingni hayotingga o'zing emas, boshqalar javob bersin deyishdan qo'rq. Mana shundan qo'rqish kerak. Yo'q, men hozir bir ish boshlasam, yutqizib qo'ysam, nimadir korxona ochmoqchi bo'lsam, men qilsam, keyin yutqizib qo'yish bu bor narsa. Yutish bor joyda yutqizib qo'yish bor. Siz cho'miladigan vanningiz bormi? Demak, kir bo'lishingiz bor. Dunyo shunaqa tuzilgan. U hech qachon xato qilishdan qo'rqish kerak emas. Mard bo'lib, sizning niyatingiz sofmi? Bo'ldi, qilgan xatoingiz ham bitta kichkina xatoingiz ham katta darsni o'rnini berib, anu karmangizda o'tadigan katta yo'lini kichkina bir yo'lachasidan o'tib ketasiz. Islom dini deganini tagida o'zi shu berilgan. Yo'q, men bunaqa bo'l, smirna yasha, kulma, yig'la deyilmagan umuman. Bizlar o'sha qo'pol qilib aytganda, o'sha qoloqda men sizlarni aytmayman, o'zimni ham qo'shib aytayapman. Uni menimcha kimman bilmayman. Hammamiz birga aytayapman. O'sha qoloq ongimiz yaratadi, qoloq hayotni, qanaqadir g'iybatlar, kimdir gap so'z qilishdan qo'rqayotgan odam bilasizmi, nimaga qo'rqadi? O'zi hammani gap so'z qiladi. O'zi hammani ichkarisida, tashqarisida to'xtagani bilan ichida kiygan kiyimini, qurgan uyini, qilgan to'yini, yaratgan ishxonasini yoki olgan mashinasini, tutgan, yashayotgan hayotni
gap so'z qiladi o'zi ichida. Shuning uchun qo'rqadi. O'zi kimnidir gap so'z qilmagan odam gap so'z bo'lishdan qo'rqmaydi. Unga umuman farqi yo'q. U mana shu yutuq ustida hozir hayoti zo'r bo'lib ketgan odamlar, bilasizmi nima? Sahnani orqasida qanaqa yutqizadi. Shunaqangi yutqizadi, 20 tasi, masalan, u 22 ta ishga qo'l urgan bo'lsa, deylik, u 20 tasi yutqizish, 2 ta donasi yutuq bo'ladi. O'sha 2 ta, bitta dona yutuq uchun u 20 marta yutqizishga rozi bo'ladi. Mardlarcha shunday boradi. Yo'q, bitta ham yutqizmasdan oppo'g'oy bo'lib, smirna turish, bu yashamasdan jasad bo'lib, shundoq yerga kelib, ketib o'lishdi ekan. Lekin bu hayot mana shu tanani ichiga oqayotgan qon, bu olinayotgan nafas nima uchundir olinyapti. Mana shu tanani ichida mana shu jon, bu lovullab yonib turish kerak. Bo'lmasa bu jonmi? O'sha jonni mana shu aql dasturlarimiz hammasini bloklab, Xudoni namoyon bo'lishiga u ko'zi aslida. Bitta zayovka kelib qopti. Aslida bizning ichimizda faoliyat yuritib turgan narsa o'sha kuch-ku. Bugun siz bilan shu haqida gaplashamiz. Men va Xudo. O'ylayman, umid qilaman, bu bizaniga butunlay bo'lmasa ham qanchadir darajada iymonlashishga olib keladi. Endi qizlar duo qilib olamiz. Sizlar o'zingizlar uchun, men o'zim, hammamiz birga shu yerda duo qilib olamiz. Keyin bugungi gapiradigan gaplarimizni boshlaymiz. Agar men oynani ochib qo'ysam, har xil ovozlar kelsa, umuman ahamiyat bermanglar. Chunki konditsionerlardan hech kim charchab ketdi, o'zi yoqmaydi. Juda ko'p yoqmasam ham. Oynani ochsam, mashinalarning ovozi kelib qoladi. Duo qilib olamiz. Fotiha surasini обязательно o'qib olinglar, keyin xohlaganinglarni so'rab olasizlar. Endi davom etamiz. Birinchi kun siz bilan qonunlar haqida gaplashdik. O'zi mana shu 3 kunlik onlayn retritimizni asli maqsadi onalik. Uyg'on ona deb urg'u berilgan, hamma diqqat onalikka qaratilgan. Chunki hamma yerda yashayotgan ayol zotiki, u ona bo'lish uchun kelgan. Aytdim buni. Uni asosiy missiyasi, kerakli yerdagi qiladigan ishi ona bo'lish. O'sha onani haqiqiy ona bo'lib bersa bo'ldi. Endi haqiqiy ona degani hammani karmik yo'lida, hammani tushunchasida, o'sgan muhitida o'ziga xos darslari bilan o'sha karmasiga mos bo'lib kelgan. Undan qancha tozalanadi, qanaqa o'tadi, qanaqa darajada ona bo'ladi, qaysi rangdagi ona, yashil ona bo'lish kerakmi u, pushtimi, siyoh rangmi,
Gap mana shunda. Unga yashil rangli ona bo'lish berildi. U bo'ldimi shuni? U siyoh rangdagi ona bo'la oldimi? Ana o'sha bilan hisob-kitob qilinadi. Va unga keladigan dars ham va u so'raydigan Xudo bilan yuzma-yuz so'raydigan duolari ham, uni kuchli istaydigan narsalarni ham o'zi o'sha undagi o'sha yashil yoki pushti qanaqa rang bilanga missiyasida qaysi rangga o'zida chiqarishi kerak bo'lsa, o'sha uchun beriladi. Endi rang deganimda tushundingiz. Obrazni qilib rangga solib yetdim. Va o'zi hayotda biza to'g'ri tushunishimiz uchun o'sha ilmlar olamiz-ku, har qayerdan har xil rivoj yo'li bor. Kimdir o'zi bilan rostdan ham yuzlashish uchun qadam bosadi. Kimdir o'zini xuddi hobbi sifatida bir shanba, yakshanba dam olish kunlari yoga zaliga boradi yoki har kuni kechqurun yotgan paytida Instagram varaqlaydi, YouTube o't-bo'tlarni titkilab o'zini qidiradi. Yangidir ma'lumotlar. U hobbi sifatida, ha, shunaqa ekan, ha, ruh ilmi o'zi chiqadi yoki kim aytibdi unga unaqa deyilmagan, yana bir narsa ichidagi mingta kurash fikrlari bilan unaqa emas, bunaqa eshitadi. Kurashlari u joyiga kelmaydi-da, miyada tugun hosil bo'laveradi. Ha, mana to'g'ri aytdi. Xuddi shunaqa, mana shunaq qilganimda erim menga shunaqa qiluvdi. Ha, men bunaqa qilganim uchun menga odamlar meni yerga urar ekanda. Ha, bitta joyida tasdiqlaydi, to'g'ri ekan deydi, bitta fikrni oladi, inkor qilib buklab tashlaydi. O'shanda miyada inkor qilingan joyda tugun hosil bo'ladi. Chunki u yoqda savol qolib ketdi-da, yechilmadi. U olgan tushunchalari bilan bu eshitayotgan gapi to'g'ri kelmadi-da, inkor bor joyda har doim tugun hosil bo'laveradi. Odamda inkor bo'lishi bu tabiiy, uni hech kim hech qanaqasiga chetdan boshqarib qila olmaydi. Masalan, ilm orqali tushunib yetmasa, u birdaniga o'sha zahotida ha to'g'ri, nima deyayotgan bo'lsam to'ppa to'g'ri deb ketmaydi. U ichkarida unaqa bo'lmaydi. Xullas hamma o'zini har xil qidiradi. Eng dahshatlisi o'zini mana hobbi sifatida qidirish. Buni keyinroq yana tushunib olasiz. O'zini rostakam qidirgan odam nima bo'ladi? Uni hamma yog'i dabdalasi chiqib ketadi birinchi. Shunaqa ahvoli yaxshi tuppa-tuzuq yuruvdi, endi bir narsalar bo'lib ketdi, o'zgarib ketdi, eri bilan urushadi, oyisi bilan, ota-onasini bir yaxshi odamlar deb o'ylovdi, endi o'ziga tushgan sari umuman butunlay otasi haqidagi fikri bilan onasi haqidagi fikri o'rni almashib qoldi. U otasini yomon yoki onasini yaxshi yoki onasini shunaqangi yomon, otasini yaxshi deb o'ylardi. Endi naborot bo'lib qoldi. U o'zini tushunmay qoldi. Chunki o'ziga rostakamsiga yurgan odam o'ziga yurish bu prosta ikki og'iz gap emas-da. Bu ancha mashaqqatliroq, har doim aytaman. Ana toqqa chiqish bor, eng baland tog' bor, Everestga chiqa oladi. Uni nechta odam chiqqan, zabt etgan, lekin o'ziga uncha odam yura olmagan. O'sha sanoqli, shu komillikka chiqqan odamlar o'ziga yurgandan keyin odamning o'zi komillik tepaligi bor. Yurib, rostlashib borsa o'tadi. Ana soxta emas, ana o'yinlarni ham bilasizlarmi? Birinchi etapidan o'tsangiz, keyin o'sha keyingisiga o'tasiz. Agar bunida chala bo'lib qolsa, o'tkazmaydi. Birinchi raund zo'r tugatsang, keyin o'tasan deydi. Xuddi shunaqa borliqda, sistemada odam rivoji hammasi shunaqa tuzilgan. O'sha o'yinlar ham o'sha odamni rivoji, hamma narsani eslatish uchun o'shandan olib tuzilgan. Buni tushungan, bilgan odamlar shunaqa yaratgan, o'yinlarni ko'rib, o'yinning ichida o'ynab o'tirganda dunyoni ham o'yinligini ko'rish uchun yaratilgan chalg'ituvchi ko'p narsalar bor-da, shu to'g'ri odam o'ziga borib qolmasin. Chunki o'zini bilmagan odamni, o'zini bilmaydi-ku, uni boshqalar bemalol boshqara oladi. Chunki o'zini qanaqa zo'r funksiyalari bor, o'zi qanaqa zo'r mashina. Masalan, bitta bola deylik, mashinasi bor, sportivniy, shunaqangi zo'r BMW 7 deylik, lekin u bilmaydi. Unga prosta kelib qoldi. Mashinasida uni yuk tashishadimi, nimadir qilishadimi, u xo'p deb yuraveradi, xizmat qilib, arzimagan pul berganiga xursand bo'lib. Lekin qachondir u mashinani boshqa mashina bilan farqi borligini bilib qolganda, yo'q deydi, men mashinamga unaqa narsa solmayman. Bu komfort, bu boshqa narsa deydi tushunganda. Xullas odam ham o'zini kimligini bilishdan yashirintirilgan.
va o'sha yashirintirishlari ham kerak bo'lgan. Qur'on, dars, ilmlar shuning uchun tushirilgan. O'zingni tanimaguningcha katta harfdagi o'zini hech qachon tana olmaysan. Hech qachon. Yo'q unaqa haqiqat. Siz o'zingizni, kimligingizni, qanaqa ikkiyuzlamachisiz yoki qanaqa saxiysiz yoki qanaqa yolg'onchisiz yoki yana qanaqa sifatlaringiz bor, to'liq hammasini butunlay qaysi gradusda qanaqa yonasiz, qaysi hisda turganingizda siz bilan nima bo'ldi, bu prям shunaqangi cheksiz olam bilurgan saringiz o'shanda unga nisbatan, ya'ni Robbingizga nisbatan o'z boshqa haqiqatdan ochilmagan sirlar, ochilmagan eshiklar ochilib boradi. U faqat o'zingiz orqali. Tashqaridan sizga Xudoni u bunaqa Rahmon, Rahim, G'oniy, Sami, Basir yana nomlari bilan, yana rivoyatlar bilan, afsonalar bilan, hadislar bilan, dalillar bilan tushuntirishadi. Mana shunaqa deydi. Qanaqadir odam ongida da o'sha to'g'ri zo'r ustoz ovozim eshitilyaptimi? Eshitilyapti ustoz. Menda soединение bo'lib turganiga. Xullas o'sha shuning uchun ustozlar ham so'roq qilinadi. Eng birinchi bo'lib so'roq qilinadi. И вообще ustoz deganini Xudo oldinroq bildi, kimlargadir tushuntirish uchun deyilgan-ku. Shunaqa muhim rost akamizga o'sha tushuntirib berish birinchi bosqichda sizga o'zingiz bilan o'zingizni tanishtirishga yordam beradi ustoz. Tayyor ilmlarni mana qil, shu yoqqa bor, mana qil, bu yoqqa bor degan narsa bu sizni haqiqatlaringizga hech qachon to'g'ri kelmaydi. O'sha kimdir, mana masalan men o'zimni hayotimda o'zimni gapirib beraman, siz o'zingizni eslaysiz. Men o'zimni eslatish, o'zimni qanaqa qildim, nima bo'ldim, keyin hech qachon o'zgarmaydigan mana bu qonunlar bu hammaga tegishli. Bu sizni ichingizga alohida qonun bor, bu noto'g'ri degan narsa yo'q. O'shaning uchun mana shu qonunlar odam o'zini topishi uchun, o'ziga borish yo'lida adashib, kasha bo'lib ketmasligi uchun shu haqida boshladik. Va o'ziga yurgan odam birinchi unida yaralib turgan soxtaliklar, kim bilandir voy deb zo'rg'a tili juda ushlab turuvdi, mehr-oqibat bu, siylay rahim, dinda tushungan yuqa yuzaki tushunchalar bilan soxta yashab kelayotdi. Chunki u boshqacha yashashni bilmasdi. Odam o'zi haqidagi haqiqatlarni bilmaganidan keyin u boshqa odamlar bilan qanaqa rostakam sevgida yashashni haddan ham bilishi mumkin. Soxta o'zlik degani, sen o'zing haqida faqat soxta ma'lumotlarni bilasan. O'zing haqingdagi haqiqatlarni bilmaysan degani. O'zi haqidagi haqiqatlarni bilgan odam albatta og'riydi. O'zini bilgan sari atrofida bu отражение bo'lib ko'rsatib berilaveradi. U hozir eri bilan urushadi, bolasi bilan, hamma bilan nimalardir bo'ladi. Uni ichida qurilgan uy bor edi. U ajdodlari qurgan uyda yashab kelyotdi. Bu tana uniki, lekin qarasangiz ko'zi buvisiniki, qo'li yana qaysidir kimnidir o'tgan ajdodiniki, voy buni qoshlari palonchinniki, ko'zlari kimnikidir deyiladi-ku. O'sha ko'z qosh kabi ichida dasturlar bor. O'sha xuddi ular qurgan uyda yashab kelyotdi. O'zini tanigan odam endi yasha olmay qoladi. O'zini bu meni dedim, bu menga yoqmaydi, bu menga yoqadigan narsalar shunaqangi erib ketadi. Aslida unga nima yoqishidan uyalmaydi. Aslida u nimani yoqtirmasligini ayta oladi. Уже kimdir uchun chiroyliroq, didliroq, zo'rroq ko'rinish, bunaqa narsalar erib ketganda endi rostakam yashash boshlanadi. O'zini oyog'ida yurish boshlanadi. Lekin ungacha o'zini tanimagan odam o'sha xuddi boshqa odamlarning oyog'ini ustida oyog'ini qo'yib yurayotgandek, ular qayerga borsa shu yoqqa boradi. Ular yetaklangan joyga yetaklaydi. Chunki uni dasturlari yo yoqqa, yo bu yoqqa yetaklab yuradi. Baribir qachondir yerda odam shu narsaga kelishi uchun qabrda o'zing javob berasan deydi. Вообще nima kerak bor o'zimizni topib, undan ko'ra yodlatilgan narsada bo'ldi. Qiz bola bunaqa bo'lsin, o'g'il bola bunaqa bo'lsin, qaynona bunaqa bo'lsin, ona bunaqa bo'lsin, boshliq bunday bo'lsin, unday bo'lsin deb donolarcha qo'yilgan odobnoma serial undaydigan seriallar yoki va hokazolarni
ko'raver bilan birga shuncha tarbiya berildi. Bu kimnidir dilini og'ritsa anavi bir qaqshab qolishi har doim serialda shunaqa ko'rsatiladi. Ertakda ham shunaqa yomonligi keyin yaxshilik yutib chiqdi. Buni yillab davomida ertak qilib ko'rsatilgani bilan hech qanday narsa o'zgarmaganini hamma guvohi bo'lib turgan odamzodga endi o'zi bilan yaxshiroq yuzlashish uchun yana ko'proq sirlar ochilib ketdi. Lekin odamni o'z undagi dasturlar yo'q, bu noto'g'ri, men anaqa shik keltirib qo'yaman, men noto'g'ri qilib qo'yaman, yo'q, ota-bobom bunaqa degan, yo'q degan qarshilik ichida qolib ketdi. Nimaga o'zi ishonishni bilmaydi. Xuddi oldingi davrdagi hamma narsalar to'g'ri, uni Xudo yaratgan, hozirgi yaralayotgan narsalarni xuddi boshqa bitta Xudo yaratayotgandek agar o'zini tushunib ko'rsa. Lekin olamlar yaratuvchisi bir va yagona, uni na uxlaydi, na uni mudroq bosadi. Faktlari. U o'zi haqidagi narsalarni eshitishdan, o'zi haqida bilishdan shunchalar uzoqqa qochdiki, unga osongina boshqalarni ayblash, o'sha o'rgatilgan narsaga o'zi zo'rg'a o'rganuvdi. Zo'rg'a o'zini bosishga, yig'lagisi kelganda ham kulib turishga, o'sha yaltiroq nimanidir ichiga kirishga, u buzib pedelka qilinib bo'lganda og'rib uni yasaluvdi u boshqa odam bo'lishga. Lekin o'sha tanani ichida o'zi bo'lmagani uchun tanasida qon aylanishi buzildi, sistemalar ishlamay qoldi. Qachondir chiqib turgan quyosh yorilib boshqa quyosh chiqdi. Endi u oldingi quyoshda nimadirlar foydali ko'p bo'lsa, hozirgi quyoshda zararli, nimadir toshishlar, toksinlar ko'p bo'lib, nafas olish qiyinlashib, bo'g'ma kasallar, astmalar, allergiya kasallari juda ham ko'payib ketdi. O'sha 2019-yilda bu Qur'onda o'zi xabarlar berilgan. Men buni o'qishinglar uchun ochiq dostupda Hadiya kanalimga qo'yib qo'yganman. Odam o'zini men va Xudo nima degan narsa savolni berganda, u buni tushunib boradi. Va odam orzu qildi, orzusiga yetishganda o'sha paytda birro mazza qilishi mumkin, keyin yana yo'q bo'ldi u huzur. Men bir chet el sayohatga borsam mazza qilaman, qayergadir borsam, lekin o'sha joyga borganda ham rostlashgan odamlar o'sha yerda ham xuddi shu tanasidagi uyi bilan bordi. Mazza qilsa chiroyli joylarni ko'rib mazza qilgandir, lekin bir boshqa narsa o'zgarib qolgani yo'q. O'zini uyiga tortish, o'sha jinnixona degan uyi bo'lsa agar, o'sha yerga tortilish, o'sha yerda sog'inish bo'lurdi. O'zgarmasdan qolib keturdi. Lekin o'zini tanigan odamni hamma joyi masjid, hamma joyi Ka'ba, hamma joyda u bor butunlikni his qilib yasholiydi. Aldangan, o'zini tanimagan odamni men buni qilsang zo'r bo'lasan, men bunga kelsang zo'r hayot, voy men bunaqa bo'lsang yaxshi yashaysan deb bitta xuddi oldiga suyak tashlagan kuchu yugurib boradi. Suyakning ustida go'sht zo'r ko'rinib turgandek borganida u faqat suyak ekan, go'sht ozgina ekan. U keyin yo'q bo'lmasdi, mana sen kutayotgan go'sht bu yoqda edi deb yana endi men qo'polroq qilib tushuntiryapman. Uzr so'rayman, lekin menga shu anaqa kelib qoldi hozir ko'zim oldiga. Men yerga qarab turganimda balki boshqacha misol ham bo'lishi mumkin, lekin menga shunaqa misol kelib qoldi. Xullas odam chopib har o'sha mana bu zo'r, buni ko'rdi, yo'q yana undan ham zo'r deb oxirgisida borsa, shunda bitta sakraganda top etib chuqurga tushib ketdi, bo'ldi. Uni keyin chiroyli qilib yamab, bitta kapanni kiydirib, ko'mib qo'yishdi. Lekin u qancha menga bu kerak deb oldinga yugurib ketadi. Orqasidagi shuncha baxtni, erishganlari, ne'matlarni umuman ko'rmasdan faqat oldinga, voy men bu yetmayotgan narsaga diqqat qarab yugurib ketishga o'rganib ketganki, bor narsasini ichida mazza qilishi, o'zi menga bu nimaga kerak deyishi bilmaydigan holda kar ko'zlari nimadir yopilgan, faqat yo'q, menga hali ham bir nima yetishmaydi, men buni kerak, bu bo'lish kerak. Borsan, tog' bog'larga bor, sayohat qil, yayrab ke desa, yo'q, menga hozir emas, men hozirmanmi muhim. Nimadir prям важный, shunaqa muhim, lekin uni odamni qalbi muhim emas. Haja o'sha eng muhim joy qalb, o'sha joyda sizni bilan Xudo turadi. Hozir buni sizga yana aytib beraman yaxshiroq qilib oyatlar bilan. Xullas
gapirsam cho'zilib ketadi yana. Xullas siz bilan shuning uchun odamni o'ziga yurishiga men qo'rqaman, men bormayman, yo'q men bundan deyotgan joyidagi eng qo'rqishi kerak bo'lgan joyi o'sha omi bo'lib qolishdan, qoloq bo'lib qolishdan, kimgadir osilib, kimdandir kutib yashashdan qo'rqishi bu yaxshiroq qo'rquv. Bu Allohdan qo'rqing degan joyi mana shu joy etilgan. Siz o'zidan o'zi smirna bo'lib turib, kim uchundir bir odam uchun sajda qilgudek hayotga kirish darajada qo'rqing umuman deyilmaganini tobora yuzlashganingiz sari, o'zingiz bilan yuzlashganingiz sari tushunasiz. Ko'pgina siz bilgan, xuddi siz hozir nimani bilib turibsiz, men ham qachondir siz bilgan hamma narsani bilganimda, undan keyin yana izlanib chuqurga tushirganimda, tushunib qolganimda, rostdan ham bular o'zi bo'lmagan, og'ir bo'lgan. Chunki men endi nimanidir topdim, xuddi manzilimni qo'yib qo'yganman, meni qo'limdan yetiladigan odamni topdim. Odam endi odam emas, xuddi Xudoni o'sha shaklini topdim deganimda, xuddi mendan manzilimni qo'limdan ushlab turgan odamni olib qo'ygandek darajada qolib ketganman. O'sha qabul qilish shunaqa qiyin. Yoki inkor qilay desam, haqiqatdan ham bu yolg'onlarni ichiga shunaqangi kirib ketganimdan, yolg'on hayotni men rostagam deb o'ylab qo'yganim uchun o'sha u ko'rinib turibdi yolg'onligi. Menga haqiqat ko'rinib turibdi. Bu yoqqa boray desam, shuncha harakat qilib endi bitta narsani topganimda men chuqurga qarab ketyaptimidim. O'sha shuncha ibodatli yoki men bilan bular hammasi odam xo'ja ko'rsin, bu tashqari, ichkari, bu nima degani o'zi bulanchida arosatda qolib ketish shunaqangiki, u hayotingizda ham o'zini bo'yini ko'rsatmasdan qolmaydi. Hamma og'ir kasalliklar, kelishmovchiliklar, siz doim turib berishingiz, nimadir taningiz naprejeniyasi bir qanaqadir rostdan haqiqiy ko'zlaringizda chaqnash, nur yo'q bo'lib ketgan hayot. Shuning uchun o'ziga borayotganda mana bu yoqda menda qancha paytdan beri o'qiydiganlar biladi, qanaqa qiynalgan, qanaqa dod solgan, ox urgan, yo'q deb keyin lekin oxirigacha turib bora olganlari hozir qancha darajada, lekin qancha yo'q bo'lmaydi bu deb qaytib ketganlari, u ham bu noto'g'ri demoqchi emasman, prosta aytmoqchiman, o'ziga borish bu oddiy narsa emas. O'ziga borish bu haqiqiy ibodat. Siz o'zingizni rostlashib ko'rgan saringiz tushunasiz, nima qilib yuribsiz, nima qilgandingiz. Boylik qidirasiz, davlat qidirasiz, baxt qayerdadir, lekin o'zini ichida baxtni topmagan odamni hech qachon tashqaridan bitta odamga baxtli hech qachon qilib qo'ymaydi. U Robbisidan his qilib baxtini topmasa, u faqat baxt qidirib boyga yugurib oxir chuqurga tushib ketadi. Bu yoqda orqasiga qarasa, bolam bilan mazza qilib yashayman, mana o'sha paytda nega shoshgan ekanman, mazza qilib yashamaymanmi? O'sha orqasiga qaraydi, yashalmagan umri turadi. Chunki u yashamadi, o'zi yashamaydi ko'p odam, kun ko'radi va ta'mini tushunmaydi. Bir qoshi ko'zi borligini eslab qoladi. Hozir lavingiz borligini, lab mashqini qilganimizda hamma labini eslab qolaman. Hozir ko'zingiz his qiling, yumib oching qulog'ingiz desam, o'shanda eslaysiz. Ungacha faqat qayerdadir turasiz. Shuning uchun to'g'ri odam o'zini past qayta qurish uchun to'g'ri yondashuv, bitta uyingiz yoqmayapti sizga, siz olasiz bu devorni o'zgartirasiz. Keyin bitta bu yoq devorini olasiz deb boshqa qilib berasiz. Keyin u eshigingizni olasiz deb o'zgartirasiz. Yana uni butun yamaverasiz, butun umringiz ketadi. Lekin o'zini topadigan odam buzib tashlaydi. Birinchi har doim o'zi bilan yuzlashadigan odamda 4 ta bosqichi bo'ladi deyman. Birinchi u buzilish bo'ladi, razrushение bo'ladi har doim. Chunki bu razrushение sizga qurib tashlashgan qaysidir sifatida onangiz tergan, otangiz tergan, qo'shningiz tergan, buvingiz, dodangiz hamma tergan g'ishtlardan tashkil topgansiz. Endi sizni u og'rityapti, yoqmayapti. Endi uni to'kib o'zingiznikini qo'yish paytida shunaqa og'riqli, shunaqali jarayonlar kechadi. Poklanish, tiklanish jarayonlari. Ana bu bashi
jarayonlardan o'tolgan odam bosqichma bosqich, tabaqama tabaqa ko'tarilursiz deganda o'sha tabaqalardan o'tasiz. O'tganingizdan keyin endi siz yurish bosqichiga kelasiz. Qat'iy boraman. Endi nima qilaman? Endi уже siz qila oladigan, qura oladigan uverенный, ishonchli darajaga kelasiz. Va bu psixologiya odamlarni yo'ldan urdi, bir narsa qildi, o'zicha bo'lib qoldi. Hozirgi ayollar bu gapni ma'nosini tagida qarasangiz ham o'zingcha bo'lib qolsanmi deydi. U o'zingcha emas, meningcha bo'lishing kerak degan narsa turardi-da har doim. Hech kim o'zicha bo'lishi kerak emas edi, kimningdircha bo'lishi kerak edi. Shuning uchun o'zingcha bo'lib qoldingmi deb urish beriladi-ku. Biz bolalarimizga, "Ha, o'zingcha bo'lib qolibsanmi?" deb bizga ham meros bo'lgan o'sha narsa o'tadi. Lekin nima deyotganimizni tushunib ko'rsak, ko'proq tafakkur qilib ko'rsak, ko'proq tushunamiz. Shuning uchun men siz bilan birinchi kundan boshlab siz bilgan ilmlarda hammasini siz bilasiz. O'sha bilganlaringizni ichidan kerak emaslarni olib tashlab, keraklarini porядка qilish uchun bir xona house bo'lib yotgan uyingizda yaltiroq kiyimam bor, qizil ishtonam bor, zo'r hamma narsa bor. Kasha bo'lib yotibdi. Siz ularni ichidan olasiz, maskeni bu yoqqa, koftani bu yoqqa, maykani bu yoqqa qilib ajratib olishingiz uchun porядкаdan boshlab eng birinchi kerakli joyga qarating. Qonunlar haqida boshladim. Chunki onalik bu hamma ilm, butun dunyo ona bu hamma narsani onasi. Vaziyatlarni ham onasi, janjallarni ham, to'polonlarni ham, urushlarni ham, bo'layotgan katta yutayotgan g'alabalarni ham onasi, yutqizishlarni ham onasi. Bu faqat ona bo'ladi. O'sha onadan tug'iladi. Odamlarning qo'li bilan bo'yaptimi, uni qaysidir ona tug'di. O'sha tug'ganiga qarab karmasi og'ir, qiyin, dahshatli, azobli nimanidir yaratadi. Shuning uchun onaga katta imkoniyat berilibdimi, u katta imkoniyat ustida turib bunaqa ishlar qilishi kechirilmaydi. Xuddi mana bunaqada qarang, bitta o'sha organ xodimi, organ eng kattasi, boshlig'i bittasini o'ldirib qo'yibdi, odam o'ldirib qo'yibdi. Endi ularni ham ustida turadigan anaqasi bor. U уже shunday psixolog bo'lib ketgan, ular kim o'ldirganini, kim уже ko'rinishdan biladi. Men o'zini zo'r ishonchli tutsa ham. Keyin o'shani chaqiribdi-da. O'sha nima deydi? O'sha organ xodimlari nechtadir joy ustidan turadigan, yuqorisi turadigan, eng yuqori lavozimda turadigan o'sha odam jinoyatchi qilgan odam o'sha ekan. O'shani chaqiribdi-da, "Men jinoyatchini topishni men faqat senga beraman. Chunki sendan zo'r buni topadigani yo'q. Sen shunaqangi, sendagasi tengi yo'q" deb unga topshiribdi. Endi u nima qiladi? U nima qilsa ham o'sha jinoyat fosh bo'lmasligi uchun hamma ishni qiladi. O'sha jinoyatchi kim deymi? Siz bilan biz. Ona. Xuddi shunaqa biz yashaymiz. Faqat sezmay ketganmiz. Xullas o'sha onalik, onadan tug'iladi. Uni ko'rasiz, bitta uyga bir kelin kelsa, agar u uyda o'sha qaynana qachondir uyda ayol bo'lgan, o'zini dunyosini yaratgan, chiroyli qoidalari bo'lgan, o'zlarining an'analari bo'lgan, xullas u o'sha ayolning obrazi bo'lib yaralgan u uy. O'g'li, qizi, uy har doim ozoda turadi, saranjom turadi, janjal yo'q, Qur'on bilan devorlari oziqlangan. Shunday uyga bir kelin keldi deylik. Endi kelin kelgandan keyin o'zi ko'pchiliklar bundoq qarasanglar bilasizlar. Hozir bu joyda kimnidir g'iybat yomonlash uchun emas, prosta tahlil uchun ko'rish uchun aytaman. Kelin keldi, kelgandan keyin nimalardir o'zgardi. Keyin ozgina qanchadir o'tmay u bolali bo'ldi. Bitta, ikkita, uchta. Keyin ko'rasiz. O'sha bitta gullab turgan xonadonga bitta kelin keldi-da, hamma yoq qurishni boshladi. Uylar juda shaltoq, betarbiya. Oldin bola qanaqa o'stirilganida, endi bu yoqda qozonini yuvmay, voy bolam uxlab qol, voy bola bilan qanaqa ish qilaman, yo mana qilaman, mingta narsa, oqlanish, nimadir qilish uchun. Xullas endi u ayoldan tarqalgan bolalar, men bunaqa deyman-da, qo'pol bo'lsa ham shunaqa derdim. Xuddi bitta uyga keldi.
tarakan kelib bolasini ko'paytiradi, uyga hamma yoqqa zarar kunanda. Masalan, o'sha deylik, bolali bo'ldi, 3 ta qiz tug'di yoki 4 ta o'g'il tug'di. Ana o'g'illar hammaga azob beradi. Kimnidir undan tinch qolmagan, bolaligidan, kichkinaligidan boshlab qo'shnisini oynasini sindirgan, tovuqini, tuxumini o'g'irlagan yoki yana nimadir qilgan. Ana qizi sal kattaroq bo'ldi, kimnidir o'g'li bilan bir narsa qildi, yana va hokazo. Endi qarang, bularni kim dunyoga keltirdi? O'sha qiz bilan o'g'ilni. Hozir aytasiz, anu qaynanachi, qaynota erchi, nima ular hech kim emasmi? Ona faqat aybdormi deysiz-a? Men o'zingizga tahlil qilish uchun aytayapman. Hozir biz hammani kimnidir aybdor qilish uchun, ayblash uchun demayapmiz. Chunki har biringiz o'zingiz onasiz, ayolsiz va qanaqa bo'lish mumkin bo'lgan joyda, botqoqqa botib ketishingiz kerak bo'lgan joyda chiroyli chiqib kela olgansiz, xohlaganingiz uchun, mehnat qilganingiz uchun, nimanidir tushunganingiz uchun. Lekin xuddi shunday sharoit, xuddi o'sha pirog, xuddi shunday o'sha berilgan instrumentlar, lekin qaysidir ayol ular bittasidan ham foydalanmay, yo'q, menmi nito, men aybdor deb turadi. Bu yoqda shunchun gap kimda ketyapti? Ayolda ketyapti. Nimaga bechora ayollar, nimaga faqat ular aybdor bo'ladi? Anu er ichsa, ursa, bir narsa bo'lsa deyotganda ham agar qarab ko'ringlar, bitta ayol narkomanga tegib qoldi. O'sha narkomanni nimadir qiladi, mehnat qiladi, lomka paytlarida silaydi boshini, bir narsalar ichiradi, nimalardir qiladi, uni bir tuppa-tuzu odamga aylantirib, u anta borib shunaqangi zo'r gullab ketadi, narkomanligidan asar ham qolmaydi. Lekin bitta shunaqangi zo'r necha yil onasi unga umrini tikdi, o'qitdi, bir iymon egasi qildi, lekin uylangandan keyin ana ayol unga quydi, o'zini ichida bor suvlarini, u ani o'g'ildan asar qolmaydi. Bilib olinglar, erga tegdimi, o'sha xotin quyib bergan benzin bilan harakatlanadi erkak. Ana o'sha benzinni olib yurdi, endi dabdala chiqib ketdi. Ana o'qimishli bir yaxshi odamdan bir iymonsiz, bir kimdirga aylanib qoldi. Buni orqasida kim turibdi? Ayol turibdi. Ayolning dunyo qarashi, tushunchasi tor, qanaqa yoqimsiz. Mana o'shaning uchun ayollar ana chuqurroq go'rini qaziylar deganda u yomon do'zaxga tushasizlar deb unaqa ma'noda qo'rqitmagan. Yashayotganinglarda ko'proq qiynalasizlar deb deyilganini tegida. Urug'ini san bola tug'ding, o'zing uchun, saniga boqishi uchun emas, san adashib qo'ymagin. San tuqqan bolang nechta odamga azobli ko'chaga chiqadi. Bu tirik, bu yer, bu hayot. Uni qo'lidan kimdir zarar yoki kimdir rohat topadimi? Ana sani onaligingga kelgan la'nat yoki rahmat, mana shu san onalik nomi tegida shu ishni qilsanmi? San buyuk jinoyatga tortilasan. Senga men jannatda kidirib qo'ydim degan. Shuning uchun o'sishing kerak bo'lgani, ilmlashish kerak bo'lgani, tushunish kerak bo'lgani ona. Chunki ona tug'adi hamma narsani. Bu qanchalik ayanchli bo'lmasin, qanchalik og'riqli bo'lmasin, shunaqa. Qayta eshitsanglar cho'malasizlar. Men onalarga qanaqadir yuk bo'lib, siz sizda hamma ayb deb aytmoqchi emasman. Prosta oddiy tushunish uchun aytyapman. Xohlamaganlar yuraveradi shunaqa ona bo'lib, o'zi xohlagancha o'zini kibri uchun kimdir bo'ladi va hokazo. O'sha onalikka tushunish uchun birinchi qonunlar haqida boshladik va olam yaralishi bu eng avval menda соединение bor. Sizlarga eshitilyaptimi? Eshitilyapti ustoz. Olam yaralishi nimaga yaralgan o'zi shularni bilish uchun boshidan tushunarli qilib aytdim. Olam yaralishi eng avval bu mukammal zotni mukammal niyati asosida yaraldi. Mukammal zotni mukammal niyat, chunki mukammal zot niyati ham mukammal bo'ladi. Va siz shu zotni ya'ni Allohga shu mukammal niyati ishtirokchisi sifatida siz ham mukammal niyatingiz orqasida to'la to'kis qalbingiz halovat topadigan hayotni olasiz.
Shuning uchun unga bunga vaqtingizni umringizni ketkazmasdan shartta sizga mana tayyor shpargalka, mana mana mukammal niyat qiling. Kibrizmi ichida qalbingizmi, niyatingizni nima sababdan qilyapsiz, kim rohat topadi, bularni ko'rib oling, o'shanda halovat topadigan hayotni olasiz deb buni berdim. Agar buni tushunsangiz, shunaqa o'zi katta dars, hayotingizni вообще umuman butunlay o'zgartirib yuboradigan darsni sizga faktlar bilan tushuntirib berdim. Qanaqa qilib istaganini olish mumkin? Qanaqa qilib istaganini oson olish mumkin? Bu savol, buni javobini topmagan odam bilasizmi nimalar qilib boradi? Xuddi o'sha savolga javob o'laroq o'sha hammasini berdim. Kibr, o'ch aralash niyatingizga yeturasiz. Faqat bir xillarda sizga eng mehribon bo'lgan Robbingiz o'sha niyatingizga yetish muddatini orqaga surib sizni poklash uchun vaziyatlar, darslar, og'riqlar beraveradi. O'sha niyatingizda og'riqlar bo'lgan uchun yoki ba'zida shu niyatingizga yetishtirib qo'yadi. O'sha niyatingiz kibr va hokazo bo'ldi, mashina olmoqchi edingiz, keyin mashinangizga bir narsa bo'ladi, portlaydi, nimadir bo'ladi, yana u yoki va hokazo. Любой niyatingizga shunaqa kibr, o'ch aralash bo'lsa, yetishgan joylarni ham ko'rsatib qo'ygan Alloh. Mana shunaqa yetishtirishim mumkin, barbod qo'yaman og'riq bilan. Undan ko'ra yoki deydi, qaysi bir bandasiga muddatini surib, vaziyatlar berib, keyin qilib yetishtiradi. Shuning uchun siz niyatingizni shu formulasini ishlayotganingizda, mana joyi bor ekan, xo'p, men kimgadir ko'z qilmoqchi edim. Xo'p, u ko'rdi ham deylik. Ichi kuydi ham, yondi ham deylik. Keyin nima bo'ldi? Uni birrov yonishi uchun men shuncha qiynalamanmi? U yonishi uchun men hozir kimnidir yonishi uchun nimadir qilayotganimda aslida o'zimga gulxandan olov tayyorlayotgan bo'laman-ku. Bu chunki u meni faqat dunyo sizni faqat siz ichingizni translyatsiya qilib beradi, boshqa hech narsa emas. Uni ketidan niyat qonunlari ketidan boshqa qonunlar bir-biriga ulanganini berdim. Va niyatingizni amalga oshirish uchun endi odamga muvozanat qonuni asosida yaralish boshladi. Alloh dunyoni shunaqa yaratdi. Birinchi niyat qildi, mukammal shunday dunyoni yaratishni. Keyin endi o'sha niyatni amalga oshirish uchun muvozanat kerak edi. Yerni ushlab turadigan ustuni, to'rtta ustuni bo'lsa, niyat, o'sha muvozanat asos qonunlar bor. Muvozanat bu tarozi. Ya'ni oq rangga ko'rishingiz uchun u qora rangni yaratdi. Oqni bilmasdingiz bo'lmasa, yaxshini bilishingiz uchun yomonni yaratdi. Mikrofonni oyoq qilib qolganlarni o'chirib qo'ying, bo'lmasa xayolim ketib qoladi Malika. Baland bilish uchun o'chiramayman. Исключить qilaman majbur bo'lib. Endi bu o'chmadi ustoz. Bu исключить qilmasam o'chmayapti. Endi bu gruppadan chiqarib yuborishga majbur bo'ldim. Fikrim bo'linib ketdi. Nima deyotgandim? O'sha balans, ya'ni sizni balandni ko'rishingiz uchun pastni plyus bilan minus yaratdi. Ikkalasi qo'shilganda fizika qonunini ham bilasiz. Halol nimaligini bilish uchun harommi, kir, toza va har doim shuning uchun nimadir niyat qilsangiz, sirazi balans qonuni ishga tushadi. To'y qilmoqchi bo'lsangiz, nimadir bo'ladi, plyus oshib ketganda minus keladi. Bu qonun, bular o'zgarmaydi. Bularni siz o'zingiz sirlarni bilib olganingizda o'zingiz nollashtirasiz. Siz dunyoni nollashtirmasdan oldin baribir kimdir baribir nollashish bor, chunki tenglashtiruvchi kuchlar, ya'ni farishtalar deydi, olamda Xudoni nurlari o'sha farishtalar xuddi xizmatchiga o'xshab balanslashtirish, tenglashtirib turadi. Chunki borliq bu xuddi tekis joy bo'lsa, uni bunda turtib chiqadigan narsa bo'lish kerak emas. Agar bizda nimadir oshib ketsa va tarozi pallasi
baland past bo'lib qolsa, baravar muvozanatda turmasa, nimadir ko'tarilib qoladi. Shunaqa universitetidan aks qonuni, zanjir qonuni bularni sizga eng muhimlarini berib tushuntirdim. Ikkinchi kun biza onalik bilan yuzlashdik ozgina. Ega bilan onani farqladik. Sal-pal bo'lsa ham. Endi bugun sizga qisqachagina, balki chuqur tushuntirib bera olmasman, balki siz men tushuntirgandan zo'rroq tushunarsiz, balkim uncha tushunishga qiynalarsiz, ammo qodir qilganicha men va Xudo. Men kimdirlarni ko'raman. Xudo deb yozmaydi, musulmonlar Alloh deb yozadi yoki shunaqa desa, shunaqalargacha pretenziya qiladi-ku, qiladiganlar bor-ku. Bu kimnidir gapini to'g'rilab qo'yish emas. Mana Xudo dema, sen Xudo dema, Allohni, Robbimni, yana nimadirdi. Masalan, hamma o'zini onasini har xil chaqiradi. Xudo bitta, unga har xil murojaat bor. Hamma unga qiladigan duosi ham har xil. Bir xil yodlangan duo qilmaydi. Hamma o'zi biladi unga qanaqa murojaat qilishni. Men va Alloh deb yozsam, qanaqadir his qilmadim. Xuddi o'zi yomon ko'raman. Tinmasdan Xudo deb gapirish orqali qanaqadir qo'rqishga olib kelishmi yoki odamlarni boshqarishga olib kelishmi, shunaqa so'zga o'xshab foydalanib qolindi-ku. Oxirgi paytlarda ayniqsa Xudo degan so'zdan qo'rqadi odam, o'zidan emas, shunaqaga o'xshab qoldi. Shuning uchun men shu so'zni tanladim. Xudo deyiladi. Bu men uchun kuchli so'z. Va men va Xudo degani bu shunchaki mavzu emas, bu borliqdagi eng katta yashirin savol. Bu odam va undan yuqori qudrat o'rtasidagi bog'lanish nozik nuqtasi. Men Xudoni bir zarrasiman. Mana bilamiz, biz Xudoni zarrasimiz deymiz. Alloh Qur'onda Sad surasida men unga o'z ruhimdan pufladim dedi. Inson Alloh nafasi bilan yaraldi. Unda Xudoni kirib chiqib turgan nafas uniki. Bilasiz, odam yaralishini u sopolida o'sha o'z ruhimdan puflagan paytida o'sha odamning tanasi beligacha jon ato qilindi-da. Qon bilan o'sha go'sht, qon shunaqa bitdi. Men endi ko'zim oldida shunaqa tasavvur qilganman va u aksirdi o'sha paytda. Aksiradi-ku, endi shunaqa tushuntirilgan. Xullas, o'zimni ruhimdan pufladim. Mana shu oddiy sopol yerdan bichib olingan kiyim bo'lsa, bu tana uni ruhi bilan u qandayki o'zingiz ham mana shu taningizni ushlab ko'rib terilarni iymon keltirish, faqat iymon keltirasiz, boshqa hech narsa deya olmaysiz. Va ilm kvant fizikasi bu oyatni asoslab shuni topdi, aniqladi. Odamni kimiyasi bor, ochasiz. Odamni ochib kletka hujayralar, uni biologiyasi bor. Ochib xuddi piyoz postiga o'xshab qatlam deb uni ochurgandan keyin shunaqa ishlanganda fizikasi joylashgan bitta uni hech qachon javhar bor, shunaqa nur, uni maydalasa ham, yondirsa ham, kuydirsa ham yo'q bo'lmaydigan. Ana o'sha energiya, kvant fizikasi aytadi. Barcha modda energiyadan iborat. Hamma modda, inson ham. Endi qarang, odamning yuragi, shu yuragimiz bor-ku, biz qalb degan narsamiz emas, qalb ko'rinmaydi, yuragimiz ko'rinadi. O'sha yurak, mana shu a'zolarning ichida yurak tashqariga 2 metr radiusda elektromagnit maydon yuzaga keltiradi. Bu maydon hissiyotlarni uzatadigan maydon. Bu degani sizda sevgimi, qo'rquvmi, og'riqmi, shukurmi, nima bor? Qanaqa holatdan farqingiz yo'q?
o'sha sizni ichingizdagi narsa tashqarida aylanadi. Xudo sizni qayerdandir uzoqdan kuzatib turgani emas. Sizni ichingizda mana shu ko'zlaringiz uniki. Mana qarasangiz, gaplarimni eshitish rosa qiyin bo'ladi sizga, tushunib olsangiz borgan sari o'sha oyatlari bilan sizga tushuntirib beryapman. Shuning uchun siz mana shu tana orqali u shunaqa deyiladi, o'sha sani ko'zing orqali u boshqa bir bandasiga qarayapti xuddi. Endi bu mana kichkina tushuncha. U milliardlab bizni qancha yaratgan hamma bandasidan xabardor u. Men buni sizga o'zingizni kichkina shaklingizda tushuntirib beryapman. Nima desam ekan, mana shu dunyo, butun yaralgan dunyo bitta organizm bo'lsa, siz o'sha organizm ichida faoliyat yuritasiz. Mana xuddi mana shu qo'l, barmoqlar, bular o'zini odam deb o'ylaydi barmoqlarimiz. Xuddi Xudoni siz cheksiz mana shu odam tasavvur qilsangiz, men yerda yaralgan odam, uni xuddi barmoqlari, instrumentlari uni. Masalan, Ixlos surasi faqatgina tavhid emas, balki insonni ichki haqiqatini ochuvchi formula. U yagonadir. Siz ham yagona nusxada yaratdi sizni ham. Xuddi sizdagi nusxa boshqa yo'q. Sizdagi imini qoshi, ko'zi bor, mana shunaqa DNKga ega hech qayerda yo'q. Va har kimning menligi u hech kimga teng kelmaydigan shunaqa. Yo'q, shunaqa yaxshi emas, bir-biriga o'xshamagan. Ilmni Alloh insonni moddadan, o'sha moddiylikdan o'sha ruhiga qarab yetaklashi uchun berildi. U o'zini moddaman, moddiyatman, yeyishim, ichishim, kiyishim, orzu havasda mana shu moddiy narsani ko'zlagandan o'shanga tushunish uchun berildi. Ilm haqiqiy bo'lsa sizda, u sizdagi Xudoni tiriltiradi. Bu nima degani? Siz soxta yasab olgan kimdir gapidan yasagan o'zingiz oldida bitta siymo bor, lekin sizni olayotgan ilmlaringiz sizga uni cheksizlarcha uni shakllantiradi. Siz uni boshqacha taniysiz. Siz u siz uchun sizni talqiningizda, o'sha sizni gumoningizda boshqa siymoga aylanadi. Ilmiy faktlar bo'yicha DNK, bu odamning tanasidagi DNKda Qur'on ramzi tushirilgan. Insonni DNKsi odatda 4 ta asosiy element bor. Ya'ni 4 ta asosiy kod: iymon, ilm, qalb, nur. Va o'sha o'zini ichidagi biomaydoni bor, energiyasi, uni vibratsiyasi, uni ichidagi dasturlari past baland vibratsiya deyiladi, chastotalarni bilasiz. Qur'on tilovati 528 Hz, ya'ni DNKni shifolash chastotasi. DNK 999 Hz da yoki boshqa qaysidir nechidir Hzlarni bilamiz, unda emas. Aynan 528 Hz da shu gradusda shifolanadi. Ilmiy tajribada bu chastotada 528 Hz chastotada suvlarni tekshirishgan. Eshitgansizlar, bilasizlar. Suvi chiroyli kristal yoki nimadir qilingan. Ana rok bilan qo'yganda qanaqa bo'lgan? Og'riqli, yig'lagan, holga kelib qolgan suvlar Qur'onda o'sha qanaqa holiga kelgan. Odamning tanasidagi Qur'on odamning tanasidagi suvni davolaydi. Odam tanasi 72% suvdan tashkil topgan. Qur'on fan topmagan javoblar bor.
Qur'on o'quvchi bo'lib ko'rinish emas, uni prosta o'quvchisi, boshqacha uni instruksiya sifatida o'quvchisi bo'lish bu sizni ko'p narsadan qutqaradi. Masalan, Qur'onda fan topmagan javoblar, masalan, Temir Hadid surasi, temir haqida. Biz temirni tushirdik. Ya'ni temir paydo bo'lmadi, u meteoritlar orqali kelgan. Temir. Bu qaysidir asrda aniqlangan edi. 19 yo 20-asrda. Ilm bu Xudoni ta'riflash uchun berilgan bo'lsa, Qur'on bo'lsa Robbingizga ulanish uchun. Sayzini qizlar gaplarim tushunyapsizlarmi? Qiynalib ketmayapsizlarmi? Ustoz buni qayta esga tushunsa kerak. Sal qiynalibmiz. Unda aytmasamikin, men bilmayman, boshqacha. Yo, aytavering, baribir uni lo'nda qilib berib olaman, keyin uni o'sha o'zida odamdan qala ochiladi-yu savollar, keyin korreksiya paytida tushunasizlar balki. Xudo bilan bandani orasidagi sir shunaqaki, mana siz bilmagan sir bor-da. Siz Xudoga yolvorasiz, "Ey Xudo, qanisan, nega meni eshitmayapsan?" deysiz, lekin Xudo siz yolvorganingizdan ko'proq kutib turgan bo'ladi. Bu mana shu sirga tasavvufi va neyrofanni yondashuvi shunaqaki, insonni ongsiz holati ham faol bo'ladigan miya tizimi, miyangizdagi tizimingiz bor-ku, siz umuman uxlayotganingizda ham, namoz paytida ham, hamma paytingizda Xudo bilan bog'lanish nima deydi? Miya orqali tunnel. Qanaqa tushuntirsamkin sizga? Xuddi bitta tunnelga o'xshagan joydan chiqib tushib, siz pastda turibsiz, Xudoni uzoqda deb o'ylaysiz, siz uni qanaqa tasavvur qilganingizda, u qayerda turibdi, u kim, u sizga hozir nima deydi, nima qiladi deyotgan narsalaringizda ishlaydi. Mana sir shunaqa. Siz uni qanaqa tasavvur men sizga nimani berishiga ishona olsangiz, rost ekan. Bo'ldi, o'shanda ishlaydi. Bilasiz, Baqara surasi 186-oyatda agar bandalarim men haqimda so'rasalar, men yaqinman. Menga duo qilsalar, duo qiluvchini duosini albatta ijobat qilaman deydi. Bu oyat sizga yana bitta sirni ochadi. Ya'ni Xudo sizdan hech qachon uzoq bo'lmagan. Siz undan hech qachon ajralmagansiz. Siz faqat uni taklif qilmagansiz. Nomiga taklif qilish bilan rostakam taklif qilish darajasiga sizni ilm olib boraveradi. Bu qanchadir ilm olganingizdan keyin men voy shunaqa uni his qilishni boshladim deysiz-ku, o'zingiz ham buni ichingizdan ko'rib ko'rsangiz. Siz chaqirasiz, u javob beradi. Demak, siz munosabat yaratuvchisi, sizni ichingizdagi o'sha berilgan hammasi sizda shunday yaratdi, u niyatini, mukammal niyatini ichida sizni yaratdi. Odamni istaklari uchun o'sha mayli, hozir yana tushunmay qolasizlar, uni haqida aytsam. Shuning uchun siz Xudoni izlamang. U sizda nafas olib turibdi. Lekin sizni bu gaplar hamma ilmlaringizni inkor qilgandek ichingizni og'ritadi. Yo'q, siz boshqacha deb bilardingiz. Qo'lingizni tepaga ko'tarib, uni Makkaga borib, yana qayerdadir qidirishingiz kerak deb bilardingiz. Hammasi to'g'ri bo'lgan. Chunki Makkada ham u, osmonga uzatayotgan joyingizda ham u, hamma joyda u, yig'lab idish yuvayotganingizda ham unga gapirasiz. Nima qilayotganingizda ham har doim unga gapirasiz. Faqat siz uni tanimaysiz.
tanimagan odami bilan, yaqin ishonchda bo'lmagan odami bilan yaqin munosabatda bo'la olmaydi-ku. Distansiya saqlab turadi. Va siz ham distansiya saqlab turgan joyingizda qo'yib qo'ygansiz. Siz bilan uni orasidagi distansiyani sizni dasturlaringiz qo'ygan. Siz qachon o'zingizni kechira olasiz, o'shanda u kechiradi sizni. Siz qachon o'zingizdan minnatdor va rozi bo'lasiz, o'shanda rozi u. Xudo roziligi uchun qilyapman deb o'zinidan nimadir yasash, hech qachon uni roziligi emas. O'sha rozilik sizdan chiqadi. Bitta nimadir qilganingizda, "Voy, shunaqangi o'zingizdan rozi bo'lib ketasiz." Bu kibr, "Voy, men zo'r qotirdim, men qilib qo'yganman" degan narsa bo'lmaydi. U shunaqangi bolalarcha, telbalarcha rozilik bor-u, paf ichingizdan chiqadigan. Ana o'sha uni roziligi. Mana uni roziligi degan narsa shu. Siz nima ish qildingiz? Rozi bo'lasizmi o'zingizdan? Uni rozilik yo'lingiz ochilib ketaveradi. Nimani norozi bo'lib qolyapsiz? Buni Xudoning roziligi deb kecha turib qo'yasiz, bu o'zingizni aldayapsiz Xudoni ham. O'zim mana shu bugun siz bilan mana shu joyga men emas, Xudoni o'zi chaqirdi. Bugun sizni o'ziga qaytarish uchun, o'ziga yaqinlashtirish uchun, o'zini eslatish uchun chaqirdi. Odam inson degani unutuvchan degani. Siz unutgandingiz aslini, hammasini. Siz Xudo sizdan tashqarida emas, u sizda, sizni ohingizda, sizni dilingizdagi nolalaringizda, har bitta so'zingizda, kechasi uxlamagan, titrab chiqqan nafasingizda har doim u sizni to'ldirib ushlab turgan. Va u siz orqali mana shu yerda namoyon bo'lib, sizni qo'lingiz orqali nimadir qurish uchun sizni tushirdi. Siz mana shu bandalar Xudoning qo'llari deyman-ku. Shunaqa. Xudoning nafasi sizda ekan, u o'zini ruhini puflabdi, demak, sizni har bir hissingizda u bor. Siz sevgi berishingiz, uni sevgisini ifoda qilishingiz, sizni kechirishingiz, uni fazlini his qilishingiz. Inson kvant fizikasida shuni topgan isbot shuki, inson tanamas, u energiya. Sizni hislaringiz, sizni o'y-xayollaringiz, hamma niyatingiz borliqda real to'lqin sifatida harakatlanadi. Aniq bir to'lqin. Ichidagi bor nimalari bilan. O'sha niyatingiz bitta korobkaga solingan bo'lsa, mukammal niyatingiz, ichidagi bir nimadir bormi yoki sevgi, baxt bormi, xuddi shunaqa. Tutunga aylangan holdimda chiqarib yuborsangiz qanaqa harakatlanadi o'sha? Kibr bormi, u har shunaqa harakatlanadi. Jonli holatga, bunda energiyaga solib ko'rsangiz tushunasiz. Yurak ham bu faqat qon aylanish organi emas, u elektromagnit maydon. Bu sizda nima borligini uzatib turadi. Shuning uchun yaqin odami bilan munosabatlarida masalalari borlar, sevgi borasida, yerdagi sevgi haqida aytaman. Sevib qoldim va yuragimdan urdi deb yoki yaxshi ko'rgan qizi yoki tashlab ketganda yuragi kasal bo'lib, infarkt yuragi bilan kasal bo'ladiganlar bekorga emas, psixosomatika bo'yicha yurak shunga javob beradi. Sevgi masalasiga. Biz Xudoni tanish uchun ibodat qilamiz deb o'ylaymiz, lekin aslida Xudoni tanish bu asosi ilm bilan, ham zikr bilan. Zikr uni his qilish, ilm siz olganlaringizni, o'sha zikringizni isbotlash. Haqiqiy ilm shunaqa amalda ko'rsatiladi. DNKni aytdimi, bu odam, insonni kodlovchi ilmiy kitob. Qur'on bo'lsa,
odamni ruhini kodlovchi kitob. DNKsi odamni. Xudo o'sha odamni qilyapti emas, sizni amallaringiz bor, karma, bu yoqda katta ilm yotadi-da. Buni Xudo va men deganni bitta 1 soat, 2 soatlik dars ichida tushuntirish imkonsiz. Men ozgina tebratib ochib qo'ydim. Siz buni eshitasiz, hali efir sizda 3 kun turadi-ku, o'shanda o'zingizni haqiqatlaringiz ochilib kelaveradi. Mayli hozir tushunmang, o'zi umuman tushunishga harakat qilmang. Tushunyapsizmi deyishim ham noto'g'ri savol, chunki tushunishga urindingiz, o'sha qalbingizga yetib borish qiyin bo'ladi. Faqat energiyasini olsangiz bo'ldi, u sizni ichiga yetib borib, o'zi ochib qo'yadi. Men Qur'on chastotasi boya sizga aytdim-ku, 528 Hz. Bu ishq chastotasi. Odamni DNKsini tiklaydi, tozalaydi. Tilovat qilganda odam faqat qalbini emas, tanasiga hujayralari ham shifolanadi. Odamni tanasi bilan rosa ish olib borilganda, mana shu fikr Alloh, odam va olam, men va Xudo degan savolni tagiga rosa tushilganda odamni uxlatib qo'yib, tanasini prям kengaytirib, har xilcha qilib, endi uni ko'p tushuntirib berishim qiyin, shunaqa olib borilganda tajribalar shuni ko'rsatadiki, Xudoga odam eng yaqin payti lahzada turgan payti va zikr holatida. Hozir lahzasida yashab, o'zini hozir men bilan nima bo'lyapti? Hozir men nimada qayerda turibman? Hozir men shu borliq makonda shu qaysidir davr, qaysidir erada yashayapman. Shu erani qaysidir kesishmasida, taqdir kesishmasida bugun men nimani eshityapman? Yoki bugun menga hozir men bu odam nima deyapti? Qaysi men bilan nima vaziyat ro'y berdi hozir? Prям har xil vaziyatlar bo'ladi-yu, o'sha paytda lahzada ichingizda shunaqa savol bera olganingizda, lahzada turganingizda siz yashayotgan bo'lasiz. Hozir menga endi qaranglar. Nimani tushunganinglar bo'yicha savol beringlar, keyin davom etamiz. Yoki initiatsiya qilamizmi? Initiatsiya qilaylik, ustoz. Qolganlar nimanidir qani men bitta bor ekan, mana chatga kirdim, eshitib olaman. Tushunyapman, tushunarli bo'lyapti. Ustoz, shunaqa zo'r yozilmagan ilmlar. Rosa yig'ladim, ko'p narsalar angladim. Da, kimlardir tushunyapti. Chunki buni agar qalbingiz bilan his qilsangiz, shunaqa men o'zi gapirayotganimda butun tanam anaqa bo'lib ketyapti, titrab ketyapti. Men ana chiroyli qilib, ilmlarcha qilib aytolmayman deb, boricha kelganicha o'tkazolman. U keyin uni asoslaymiz. Hozir initiatsiya qilamiz. Sal bu yumshab olasizlar. Hozir hamma напряженияda, qattiq holatda, qanaqadir og'riq holatiga bo'lib qolgan bo'lishi mumkin. Hozir nafas oling, chuqur nafas oling.
hozir ozginadan keyin efir tugaydi. O'zingizlardan, men sizlardan shunaqa so'rayman. O'zinglarni butunlay shunchaki berib yuboring. Nimadir tushunishga, nimadir bilishga umuman harakat qilmasdan berib yuboring. Chunki o'sha paytda aqlingiz jim bo'lib qolgan paytda qalbingiz eshiklari ochilib ketadi. Lahzada yashayotganingizda ko'p narsangiz o'z-o'zidan tarqab berib ketadi. Chunki yerda biza qancha keraksiz yuklarni ko'tarib yuramiz, qancha og'riqlarni, kimozorga shoshish, xuddi o'sha yosh bolaligimizdan o'smay qolib ketgandek, o'sha bolalik bloklarimizni. Hozir siz ulg'ayganingizni, shunday zot yaratgan bir buyuk unvon ustidaligingizni his qilasiz-da, bilasiz, keyin siz qanaqadir mayda juda pachaklashish, kimnidir xafa bo'ldim, mana bunaqa dedi degan narsalar bilan ovora bo'lib yurganlaringizga uyalib ketasiz. Siz shunday zotdan yaralib, shunaqa qanaqa ishlar qilishga qudratingiz to'lib yotgan ekan, lekin siz o'zingizni eng zo'r sportivniy mashinaligingizni bilmay, endi zo'rg'a yuradigan Zaporoj deb baho qo'yib qo'yganingizni tushunib qolasiz. Zaporoj qilib yurgan. Men u mashinani haqoratlamoqchi emasman, prosta o'zini o'rni bor-ku, qachondir o'sha Zaporoj yaralgan, keyin undan zo'rrog'i yaralishi uchun birdaniga eng zo'r mashina yaralmagan. Odam ham shunaqa. Birinchi yaralgan davrda ibtidoiy odamlar yaralgan. O'sha paytda birdaniga buyuk bo'lib tushib qolmagan. Yerda odamni butun varoqlab ko'rsa, yaralish tarixlarini odam tushdi-yu, kimdir bo'lib qolmagan. U tushib, tafakkur qilib, qachon uni ehtiyoji bo'ldi kiyimga. U qachon ehtiyoji bo'ldi yegulikka. Uni o'sha ibtidoiy odamlar ham men faqat shu qornimni to'yg'izsam bo'ldi, shunaqa tushunchada men to'g'ri yashayapman deb o'ylagandi. Lekin keyin ularga yong'in tushirildi. Hamma yoq yonib ketdi. Mazza qilib yashab yuruvdi. Beliniga bayboylab, nimadir qilib yonib ketdi. Yong'in chiqqandan keyin ular o'zini himoya qilish, o'sha pishgan go'sht yedi. Yana bu ko'p bosqichlar bor-da, uni tushuntirib berishdi. Mana bu Qur'onga kelishdan oldin 4 ta kitob bo'lgan-ku, tushirilgan. Tavrot, Zabur, Injil, keyin bu kitob berilgan. Odam ham, Xudoyam ko'rsangiz, mana senga shunaqa qil bo'ldi, stop deb qo'ymagan. U shunaqangi yumshoq, chiroyli qilib tushuntirib bergan dunyoni yaralish tarixlari, o'sha odamni ongi xohlasa o'zini yopib boygi Zaporojligicha qoladi, xohlasa o'zini ochgan sari cheksiz qancha narsani ocha oladi. Odamni o'sha metrolarni men oldin aytardim, shu metroni qanaqa chizgan, buni kim o'ylashi mumkin? Yerda yaralayotgan hamma narsani odam chizyapti, odam yaratyapti. Ko'rsangiz, hozir odamning qo'lidan nimalar kelmayapti. Ularni hammasini chizuvchisi, musavviri Alloh. Faqat odam o'sgan sari, ana g'iybatdan, kimdir bija yig'lashdan, jertvadan o'sgandan keyin o'sha g'oyalarni namoyon qila oladi. O'sha vaziyatlar, darslar, og'riqlar berishga xuddi nima desamki, majbur qilamiz biz o'zimiz. Chunki yaxshilikcha tushunmaymiz-ku. Oyimiz, qizim, men ichlarni yuvib qo'ygin, xo'p desa biz tushunmaganmiz. Keyin bir kuni kelib yuvmagandan keyin olib idishlarni otib, 2-3 marta aytgan, tushunmagandan keyin oxir ularni taraqlatib qanaqangi keltirilgandan keyin qiladigan bo'lganmizmi? Bizning ruhimiz tili shunga o'rganib qolgan. O'shaning uchun siz o'zingizni hozir mana shu lahzalarga berib ko'ring, to'liq. Keyin tushunib ko'rasiz. Initiatsiyani gaplarini kelganicha aytaman. Ko'zingizni siz ham chuqur nafas olib, ko'zingizni yumib oling. Qur'onni o'qib, Xudoni unutganimni endi angladim. Siz haqingizda hech kim aytmagan haqiqatlarni balki hozir aytarmiz.
siz ibodatda qoldingiz, sajdada qoldingiz, lekin Xudo bilan qolmadingiz. Mayli siz deb emas, o'zim deb aytaman. Men hamma aytayotgan gapim sizni ichingizdan chiqayotgan ovoz. Negadir sen deyolmayapman. Siz degan so'z kelyapti. Sen ibodatda qolding, lekin Xudoda qolmading. Sen sajda qilding, ammo sajdaga qalbingni qo'ymading. Sen ro'za tutding, tanangni to'ydirding, ammo qalbing ochligicha qoldi. Sen Alloh buyurdi deb qilding. Agar qilmasam jazo keladi deding. Ammo biron marta men buni sevib qilolmanmi deb rostlashmading. Haqiqatdan o'zingga yuzlash. Qalbingda sevgi bilan qilgan ibodatlaring qancha, lekin Xudo buyurdi, jazolamasin deb qilgan ibodatlaring qancha. Sen uni rahmatidan ko'p jazolashiga ishonding. Sen uni shunaqa taniding. Haqiqat shuki, sen unga ishonmagansan. Sen faqat undan qo'rqqansan. Ishongan odamidan hech kim qo'rqmaydi. Ishongan odamini, chindan ham ishongan odamiga suyanadi, sevadi. Sen bo'lsa undan qo'rqding. Senga undan qo'rqishni o'rgatishdi. Va ichingda o'zing bilan yuzlashib, nega Xudo unaqa? Nega bunaqa? Va nega qo'shnimga unaqa? Nega palonchiga bunaqa? Nega uni sinamaydi? Nega faqat menga beraveradi? Nega shuncha mehnat qilaman, lekin qani natijasi? Sen unga shubha bilan qarading. Ichingda nega men bu qadar ibodatdaman, hayotimda faqat sinov. Xuddi Xudo senga shu odamlar tanishtirgan savollaringga javob bera olmayotgandek. Qani o'sha? Qani o'zi? Nima dedi? Nega endi bermayapti? Kim o'zi? Yolg'onchimi? Jazolovchimi? Nega u faqat boylarga qaraydi? Nega u oddiy odamlarga qaramaydi? Odamni gapiga ishonding, ammo uni gapiga ishonmading. Lekin sen bilishing kerak bo'lgan haqiqat shuki, ibodat bu jazodan qochish uchun emas. Ibodat bu sevgiga to'lish uchun. Ibodat bu sen har safar o'sha joy namozga borganingda senga Xudoni quyib berayotgan sevgisini xuddi sen bir mashina o'laroq baklaringga benzin quyilayotgandek nurga to'lishing uchun uni chaqirig'i. Agar ibodat qilmasang, men seni qabrda birinchi bo'lib jazoga tortib so'roq qilaman. Namozingdan agar o'tolmasang, keyin u yog'iga jazolayman demagan. U uni gapi emas. Unga seni bunaqa qo'rqib, bir zolim shahar hokimiga sig'ingandek, xuddi senga yer bermaydigandek, xuddi senga kun bermaydigandek, o'sha boshliqqa sig'inib kun ko'rishing kerakdek, yondashuving unga aslo kerak emas. Unga seni yerda qanchalik baxtga to'lishing,
u senga bergan ne'matlaridan mazza qilib yayrashing uchun chaqiradi. Unga sani qalbing to'lgan, quvonchga to'lgani kerak. Chunki faqat sen qalbing quvonchga to'lganda u bergan jannat g'oyalarini amalga oshira olasan. Sen soxta ibodat paytingda odamlar qurgan, odamlar qo'ygan tuzoq, ular qo'ygan qolipda yashaganingda sen faqat odamga xizmat qilasan, Robbingga emas. Robbingga sendan quvonch kerak. Sen faqat quvonchga to'lgan paytingda uni bandalarini shunday o'stira olasan. Sen haqiqiy ona bo'la olasan. Hammadan qo'rquv, talab, Xudodan qo'rqaman, uni bandasi, Xudoni bergan bolasi, Xudodan qo'rqaman deysan-u, lekin uni norasida bolalarini, senga bergan o'zini himoya qila olmaydigan bolalarini urasan, savalaysan, jazolaysan. Xo'sh, nega bu joyda undan qo'rqmaysan? Yoki sen uni shunaqa deb bilasanmi? Faqat o'zingga qulay joyda undan qo'rqasanmi? Qadam bos, niyatlaringga qo'rqma deganda, yo'q, qo'rqaman deysan. Lekin ayblashga, qoralashga, o'zini himoya qila olmaydigan odamlarga og'riqli munosabat qilishga, azob berishga qo'rqmaysan. Palonchixon, palonchilarga, shunday nomli odamlarga boshqacha munosabatda qilasan, lekin qo'l ostingdagilarga boshqacha munosabat qilasan. Xo'sh, unisiga munosabat qilayotganingda, bunisiga munosabat qilayotganingda nega o'zingni ko'rmaysan? Unda qo'rqmaysanmi? O'ziga to'q, kiborlarni yig'ib xudoyi qilishga qo'rqmaysanmi? Haqiqatdan bitta muhtojni borib qidirib topish sen uchun og'riqli, lekin tayyorgina seni xudoy qilayotganingni, ehson qilayotganingni ko'rishsin, bilishsin. Buni bilishligini uchun qilayotgan mehnatlaringning paytingda qo'rqmaysan. Sen o'zi nimadan qo'rqasan? Xudodan qo'rqaman deb o'zingni aldama. Sen ichingda unga nimanidir ko'rsatib isbotlab qo'yging keladi. Agar ishonmasang, o'zing bilan yuzlash. Unga bo'lgan hamma gaplaringni, hamma gapirishing bostirgan, yo'q, unaqa deyish mumkin emas. Yo'q, u Xudoga unaqa deb bo'lmaydi. Bo'ldi, bildingmi, amal qil. Hammaga o'rgatib yurgan aqllilik qilib, xudojo'ylik so'zlari o'zingda ishlaydimi, qara. Unga necha marta nola, isyon qilasan. Lekin tilingda xudojo'y bo'lib davralarda bong urasan. Instagramda komment yozasan. Xudoga ibodat, u Xudo farz qilgan, bunga amal qilish kerak. Sen farzlarni qanchasini bilasan? Farz haqida kimgadir o'rgatishdan oldin sen o'zingga nima farz qilindi? Ey ona, o'zingga qara. Senga birinchi farzandingga mehr berish farz qilindi. Ey Xudo, nima bu bola kasal bo'laveradi? Nima men bu jihatga bora olmayman? Nega unaqa, nega bunaqa? Men kechasi bilan uxlamasdan seni katta qildim, seni yedirdim, ichirdim deyotganingda qaysi farzni ado etayotgan payting bo'ladi? Ey Alloh, ya Robbim,
man seni qo'rquv bilan tanidim, tan olaman. Man seni sevgi deb emas, jazo deb bildim. Man senga qalbim bilan emas, aqlim bilan bordim. Va aqlim aytdi, sen yaxshi yashayotganing yo'q. Ibodat qilib ham sinovdan chiqa olmayapsan. Seni bu joying noto'g'ri, senda o'xshamaydi, sen yutuvsan. Sendan Xudoyam yuz o'girgan. Hozir va shu yerda aqlni jimlikka chaqir. Unga shunday deb aytishga kuch top. Aqlim, sen menga qalbimni tanish uchun yordamchi qilib berilgansan. Qoralab, ayblab ko'rsatish uchun emas. Aqlim, sen mana shu tanada xizmatchi o'rnidasan. Bu tana katta bir ishxona bo'lsa, katta bir kompaniya bo'lsa, uni rahbari ruh. Aql bo'lsa xizmatda, qalb o'rtada balansga ushlab turadigan. Alloh o'sha chegarada, nozik chegarada u turibdi. Hozir va shu lahzadan boshlab bu tana degan kompaniyamda rahbar o'z joyida, ishchi o'z joyida turishi uchun qaror qilaman. Mana shu qaysi bir kompaniyaga qorovul ilmi bilan turgan, qorovullik lavozimida, ishchi xizmatchi lavozimida turgan odamni olib boshqaruvchi o'rniga o'tkazib qo'ysa nima bo'ladi? Boshqaruvchi bo'lish uchun yetarlicha ilmi borligi uchun boshqaruvchi qilib aynan o'sha joyga saylangandi. Ammo uni olib xizmatchini olib boshlig'i o'rniga tayinlab qo'ygan ishxona albatta abgor bo'ladi, bankrot bo'ladi. Va o'zimiz bilmagan holda shunaqa yashab qo'yganmiz. Endi qalbingizga qarang. U nimani his qilyapti? سدر مخضود وطلح منضود U sizga, وظل sen azizsan, man seni kutdim. وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة Sen meni Xudo deb emas, javobgar deb qarading. Ha, men sevmadim, tan olmadim Xudoniyam, o'zimniyam. Lekin bugun, hozir qalbim uyg'onmoqda. Bugun sen Fotiha surasini endi his qilasan. Meni to'g'ri yo'lga boshla. Bu duo aslida sevgiga, baxtga, ishonchga qaytaradigan yo'l. Ya Rahman, Ya Vadud, Ya Latif,
Men senga aqlim bilan ishondim. Endi qalbim bilan qaytmoqchiman. Seni qo'rquv deb bilganim aslida sevgi ekansan. Sen uzoqdan qidiribman, ammo sen yuragimda urib turgan ekansan. Men seni qattiq deb bilibman, sen o'ta yumshoq ekansan. Men seni unda bunda har qatdan izlabman, ammo sen jon tomirlarimdan yaqinda ekansan. Men bularni bilganman. Aqlimda bilganman. Men hozir his qilaman. Har bir hujayram bilan seni his qilaman. Hozir sizni qalbingizda yig'i bor. Chiqib keta olmayotgan, bostirilib turgan, og'riqli yig'i. Hech qachon ochilmagan, ichida nega degan savollar bilan to'la yig'i. Shu yig'i Xudoni qayta his qilishingiz, ko'zlaringizga yosh to'lsin, oqsin. Ularni ushlab turmang. Haqiqat yig'latadi. Chunki u sizni qalbingizga olib kiradi. Qalbga qaytayotganingizda har yig'ingiz sizni qalbingizga yetaklayotgan bo'ladi. O'zingiz eslang, har doim yig'laganingizda uni his qilasiz. Chunki siz har yig'laganingizda qalbingizga kirib borasiz. Ovoz eshitilmayapti deb yozibsizlar. Eshitilmayaptimi? Ovoz zo'r eshitilyapti ustoz, hali o'chmadi. Endi kim nima his qildi? Tugatamiz savol. Mikrofoninglar ochiq etinglar. O'zi har efir bitta jumlasi sizni ochishi uchun beriladi. Butun efirda emas. Efir orasiga qaysidir so'z sizni blokingizni yechadi. Bu yoqda qo'lini kim ko'tarib turibdi? Sabohat Jahangirovna. Mikrofoningiz ochiq. Hozir hammani ochib chiqaman yana. Hammani ochib bo'ldim deyarli. Navbatma-navbat gapiravringlar. Sabohat Jahongirov, qo'lingiz ochiq. Mana ochib qo'ydim sizni. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Men hozir shunaqa bitta narsani qildim.
Shu qalbimni bir qubaqa deb tasavvur qilsam, ustiga bitta g'isht qo'yib qo'yib uni bosib qo'ygan ekanman. Tagida qitir-qitir shunaqa his keldi hozir. Mhm. Barmoqlarim orasi ochilib ketdi, tonusda turgan nimalar bo'shashib, 5ta barmog'im orasi shunaqa ochilib, shunaqa his qildim. Mhm. Bu yoqda o'zi ilm ham emasda asosiy energiya. Sizni kimni nima niyatda tursa, o'sha energiya gap bilan, ilm orqali yetib kirib, davolash uchun, ochish uchun. Shuning uchun nima his qildinglar deb so'rayveraman. Shunaqa his kelib ketdi. Mhm. Tak. Yaxshi, xursandman. Maylim do'stim. Alo. Eshitdim sizni. Eshitilyapti. Bitta savolim bor, maylimi do'stim? Bering. Men darsni birinchi marta eshitganimda judayam kuchli ta'sirlandim. Trans holatda tushdim. Ichimdan qanaqadir kuchli bir kuch keldi. 12 yildan beri ishsizdim. Qanaqadir ichimda duh paydo bo'ldi. Shu uydan o'zim bilmay qoldim. Chiqib keldim. Bordim, ish gaplashdim. Zona konsortiumga yorib chiqdim, ishlagan ketdim. Keyin judayam xursandman, rahmat sizga. Ikkinchi natijam, ikkinchi darsdan dars bajardim, yozdim. Yozganimda bolalarimga aytaman, so'zlarim hammasini qog'ozga tushirdim. Yengil bo'ldi. Keyin ikkinchi topshiriqda bolani ichiga kirib, o'shani hayotida yashab yurganimda yashadim, shunaqa his qildim bolalarimga qanaqa og'irligi bo'lganini. Ichimdan shunaqa dod ovoz keldi. Men kurs mana shu nimani boshlashimdan oldin shunaqa niyat qilgandim. 1,5 yildan beri homilador bo'lmayotgandim. Homilador bo'lishga Alloh meni suyuntirgan. Degan bir so'radim. Chunki iyun oyini 5-chi yoshda edim. Bu oy 5 oy o'tib ketdi. Meni suyuntirdi, kutdim, kutuvim bor edi. Keyin shunaqa vaziyat bo'ldi. Darsni bajardim. Bajarganimda shu birinchi farzandim 7 oyda tug'ilganda. O'sha paytda farzandim nobud bo'ladi deb judayam qo'rqqanman. Bolam faqat yuragi urib turardi, qolganini apparatlar bajarardi. O'shanda men Allohga isyon qilgan ekanman, agar shu farzandim nobud bo'lsa, erim bilan borib ajrashaman, ular meni shu holatga kelishimga sababchi judayam bir yomon fikrlar qilganman. Buni bolam his qilgan ekanda, men uchun bir yashashga holi bo'lmasa ham bir o'lib bir tirilib mana shunaqa yashab qolganda o'zim. O'shani og'rig'ini his qildim. Keyin ikkinchi farzandimga o'tdim. Unda 4 oyligida pnevmoniya bo'lib qolganman, reanimatsiyaga tushib, judayam ahvolim og'ir bo'lgan. Keyin doktorlarga aytganman, men farzandimni oldirmoqchiman, yashab qolishni, o'lim qo'rquvim, qo'rqib ketganman-da. Doktorlar yo'q, o'zida jinoiy javobgarlikka tortiladi, gospitaldan qayting yaxshi bo'lasiz deyishganda, bolam yaxshi bo'lib ketdi, bolam dunyoga keldi. Lekin bolam shuni o'sha paytda his qilganman. Hozir bolam ikkita gapim, so'zli gap bo'lsa bittasini aytaman, o'zi so'radi mani, bajo keltiradi, mani rozi qilishga urinadi, men uni tushunmas edim. Shu nima qilsaki, onam mendan voz kechmasin degan fikri bor ekan, tushunib qoldim. Keyin uchinchi farzandimga ishladim, ikkinchi farzandimga bo'lsa, uni dunyoga keltirgan paytimda judayam kuchli alam, nafrat qaynonamga, yigitlarga nisbatan bor edi. O'sha farzandim to'ymadi, kunni emardi. Shuni tushundimki, men bola menga onamdagi zaharni o'zimga olaman, onamga yengillik yarataman deb tinimsiz emar ekanda. Shuni tushunib qoldim. 3 yoshida men uni ko'krikdan chiqarganimda bolam yomon ahvolga tushib qoldi deb bog'chaga berdim. Bog'chaga berishdan bog'cha bola tomonidan uzilib qoldilar. Qanaqa bolalarni nima holga olib kelib qo'yadi onani dasturlari. O'zimizni chetdan ko'rib qolsak.
Assalomu alaykum. Sizga kesamaydi. Ayting. Assalomu alaykum. Oldimdan chiqmadim. Anaqa yetib kelish qiyin bo'ldi. Faqat ovozingiz eshitilmayapti. Ovozingizlar tiniq eshitilyapti. Assalomu alaykum. Eshitilyaptimi? Eshitilyapti. Oldidagi odamda dars o'tganimizdancha anglab bo'ldi. Tushunmadim. Mo'yqo'r qayta eshitib anglab olaman endi. Keyin bitta qilganimizda hozir vaqtida shunaqa bo'ldiki, haqiqatdan Allohga tuqqani uchun haqiqatdan ko'plarga anaqa bo'ldi. Yani qadam çok olumlu, çok sevgilerinde birliklerini anlattığında yani hadi kurşunla kısmet yalan anaklar kurşunla orada bizim orada da bir tane bu kurşunla da O'sha yig'lagingiz kelganda yig'lang. yalan ondan bunun bazı yerim nasıl Nah, kita dasar atlas yana ketin. O'sha paytda yastig'i yuzingizga qiling, yig'lang chiqib ketadi. Ovozingiz lekin уже tushunarsiz kelyapti. Zo'rg'a eshitilyapti. Вообще tiniq emas. Tushundim sizda. Siz yaxshilab yig'lab oling. Bizni aqlimizda nimadir bo'ldi, tushundik, o'zi uncha muhim emas. Mana shu yig'ila kelyaptimi, tanangiz holatini kuzating. O'sha tana o'ziligini to'kveradi. Sizni zaproslaringiz, niyatlaringizga olib boradigan yo'llar shu tanangizda уже ish ketayotgan bo'ladi, harakat. Shuning uchun qo'yib berish kerak. Yig'lagisi kelyaptimi hozir? Nima kelyapti? G'azabi kelyaptimi? Chiqarib olishi. Bu ham hammasi uchun ish ketyapti-da. Mushtlarini tugib urgisi kelyaptimi? Nimanidir qattidur. Shunaqa qilib oling. Siz hozir mana shu turishingizda mikrofonni o'chirib, yostiqqa yuzingizni shundoq qilib yaxshilab baqirib yuboring, bo'ldi. Yengil bo'lasiz. Bu mavzu qiyin, odam og'ritadi. Bu men va Xudo degani bu bizani umuman eng butun yadro ulanib ketgan hamma joyimizda. Buni o'rnini men va Xudo degani o'rnini aybdorlik chirmog'i chirmashtirib olgan. Aybdorsan, sanga o'xshamaydi, san unaqasan, san solishtirilgansan kimni. Shuning uchun hamma o'zi haqida faqat soxta bilimlarga ega, faqat soxta biladi o'zini. Shuning uchun bu nima deydi? Bu mavzu yoqimsiz, og'riqli nimadir bo'lib kiradi sizga. Endi ichlaringizga kirish og'rig'i bu. Shuning uchun kimda nima ko'tarilgan bo'lsa, savol bormi, qanaqa his qildinglar, aytinglar deyapman. Eshitaman, kim gapiryapti? Muborakxon, ayting. Va alaykum assalom. Men kelmadi. Butunlay sokinlashib qoldim faqat.
xotirjam bo'lib xuddi hammasi yaxshi bo'lishiga ishongandek. Chunki boshida o'sha gap man bandamni gumonidaman degan gapni oldin ham bilardim, lekin hozir unutib yuborganimni, keyin ko'p narsada ko'p yomon gumon qilayotganimni, aslida hammasi yaxshi bo'lishiga ishonsak, shunga yo'l ochilishi kerakligini yana his qildim. Bilmadim, men juda ham sokinlashib qoldim. Kelajakka qo'yayotgan niyatlarimni oshirib yuborgandirman balkim, o'zimni qiynab yuborgandirman balkim, o'zimni qiynashim shart emasdir. Endi nima bo'ladi, endi nima qilaman deb haddan tashqari o'ylab yuborish kerak emasdir deb o'yladim. Shu mana holatingizga shukur qildingiz albatta. Ha, shukur qildim. Shukurlik qildim, ko'proq dedim. Katta qilgan shuncha mehnatlarim ichida ozgina mazza qilib olay, yuguravermasdan degan narsani tushundingiz. Ha, shunaqa bo'ldi. Xursandman. Yana menda shunaqa narsa bo'ldi. O'zi Alloh bizni dunyoga kelishimizdan to'rtta maqsad uchun bizni bu dunyoga jo'natganda, masalan, o'ziga ibodat qilishga, yangiliklar yaratishga, munosabatlar o'rnatishga, yana yangi g'oyalar, yangi an'analar qilib, mana shu dunyoni rivojlantirishga hissamizni qo'shish uchun yaratilganmizda. Lekin shu o'zimizga ishimiz qolib, Allohning ishlariga o'tib aralashib, isyonga o'tib ketib qolarkanmizda. Hozir mana necha yildan beri turmush o'rtog'im 3 yil bo'lib ketdi-da, boshqa ayol bilan yashab ketganlar. Ro'za paytlarida anchadan beri qilib yurardim, qaytib kelishlarini kutardim. Shu erim chiqib ketishi ham menga bir ilmga kirib ketishimga, o'zimni topishimga yo'l bo'ldi-da. Endi Alloh erimni u ayol bilan hozir bo'lib aloqalari uzilyapti ekanda, menga endi uyga kelaman debdilar. Men endi shuncha yil yurib endi uyga isyon qilyapman-da. O'zim Allohdan so'radim. Alloh shu menga yana qaytaryapti-da. Men yana endi xuddi hozir anaqada o'tirib, xuddi Allohga yana isyon qilayotgandek bo'lib qolyapman-da nazarimda. Xudo sizga должен-edi. O'sha paytda endi hozir xullas shunaqa yashaymiz-da, shuning uchun shunaqa bo'ladi. Bo'ldi, tushundim sizni. Isyon qilayotganingizni tushunib qoldingiz. Yana kimda qanaqa savol bor? Tugaturaylikmi? Bugun oxirgi efir. Siz bilan uchrashayotganimizga ham bugun 9-chi. Ustoz. Darsdan tashqari savol bersa ham bo'ladimi? Yo'q, mana shu darslarga, mana shu o'tgan darslarimga oid bo'lsin savolingiz. Chunki chalkashib ketadi hamma. Chunki o'zi mana shu darslar butun dunyoni olam mavzularini ichiga olganda, onalik, o'sha qoidalar. Assalomu alaykum ustoz. Va alaykum assalom Gulnoza. Ustoz, men bolam qiynalib tug'dim-da, ozgina kamchiligi bor-da. Bunga xo'jayinim bilan qaynam meni aybladi. Men ular bilan kurashib, ichimda kurashib turgan ekanman-da. Nima kamchiligi bor? Tomog'ida kamchiligi bor. Nafas oladigan joyida kamchiligi bor ozgina. Bunaqa tug'ildi. Ketayotganda havo yo'li ketib qolishi mumkin. Kattaroq bo'lganda operatsiya qilsa bo'ladi dedi. Bilsam mani o'zi dasturlarimdan shunaqami? Sizni muhimlikka oshirib yuborishingiz, sizni ilm olishlaringizni tagida natija bo'lishi. Men senga ma'mini beraman, Xudo, sen menga ma'mini berasan.
Men senga 5 ta qadam beraman, sen menga xuddi shunaqa, men senga bir kosa suv beraman, menga rovna bir kosa qilib qaytarasan. Mana shu tomog'ida deyotganingiz, tomog'ingizda o'zingizni. Sizni tomog'ingiz, bolangiz tug'ildi. Bu sizni hech qachon ko'rmayotgan joyingiz tug'ildi. Bola bu siz yashamagan olamingiz. Assalomu alaykum. Alo. Kamola eshitilyapti, gapiravering. Gapiravering. Assalomu alaykum ustoz, yaxshimisiz? Hozir tinch yotib uxlab qolibman. Bitta tursam yana birpasga yotib uxlab qolibman deb tursam shunaqa yuraklarim dipirlab ketdi ovozingizni eshitib. Qarang, ozgina minutga ko'zim ketib qolibdi. Lekin rahmat sizga, darslardan rosa zo'r bo'ldi, rahmat. Qayta eshitib to'ymayapman men. Zo'r bilimlar berganingiz uchun rahmat. Siz Alloh o'zi bizga yuzlashtirib, siz orqali bergani uchun. Rahmat. Hozir menga uncha yaxshi eshitilmadi. Bu nima demoqchi bo'lganingizni tushundim. Savol menimcha yo'q. Yo'q, savol yo'q. Rahmat aytmoqchi edim sizga. Rahmat sizlarga ham. Rosa og'riqli bo'ldi menga bu dars deb yozibdilar. Alloh bilib yurarkanman, lekin uni qalbdan kam his qilishim, farzandlarimga yomon sevgida emas, jazolash deb ko'rsatishimni tushundim. Xursandman, nimadir tushungan bo'lsangiz. Mana shu efirlar sizga ozgina bo'lsa ham, salgina bo'lsa ham shu qalbingizni ochishga, iymonni mazasini his qilishga xizmat qilgan bo'lsa, mana shuni o'zi katta dunyo. Shu 9 kun tarixda aytaman-ku har doim. Bu qaysidir qo'lyozmalarni o'qiymiz. Shunaqa ayollar nimadadir ishtirok etgan ekan, shunaqa joylarni o'qib qolsak, o'sha qirolichalar, malikalar, nima deydi, o'sha paytdagi ayollarni shunaqa marosimlarda qanaqadir havas bilan ularni o'rnida bo'lishni xohlaydi-ku, xohlab qoladi-yu odam. Hozir bu yoqda ham shuncha kun biza birga qonunlar, onalik, o'zi bizani birlashtirgan narsa bu onalik, onani energiyasi. Xuddi ona bir-birini uyg'otish uchun yig'ilgan onalar jamoasi. Va mana shu kun ibodat bir necha yil qilinmagan, necha yil ibodat qilib olinmagan hislar, qanchadir izlangan ilmlar balki ochilgandir. Qanchadir bu yoqda yozmayotgan ayollar o'zi uchun nimadir olgandir. Xullas, men shu joyda ishtirok etgan hammanglarga rahmat. Shu efirlarni bu efirlar o'tilishiga sabab bo'lgan sizlarni og'rig'inglar, savollaringlar o'shandan yaraldi bu efir. Va har biringizga rahmat. Menja o'zi so'zga usta emasman. To'g'ri nima kelsa shunaqa yetkazaman. Bugun oxirgi kun darsizga g'oyibdan uchratib kirdim. Rahmat sizga, tashakkurlarim. Rahmat sizga ham, har biringizga. Endi
keyin sen uchun kanaliga berdim o'zim. U qoniga hech ham e'lon bermayman dedim, lekin o'sha yerda o'tadigan efirlarimni mana shu joyda o'tish uchun, rostdan ham xohlayotganlar o'tishi uchun link berish uchun yozdim o'tga. Farzand kursi, farzandga qanot bering kursini o'zi so'rab aytib yuruvdim qachondan beri va o'sha kurs oldidan tushuncha berish uchun. Chunki o'zingiz ham bildingiz, mana ko'rib turibsiz, hech qaysi ilmni nimadir chuqurroq tushunishingiz uchun bir kun yetmaydi. O'zingizga to'g'ri yondashish uchun qanchadir payt ishlash kerak. Ishlash turadi buni orqasida, mehnat turadi. Va o'sha kurslar shuncha ochiladi, odam o'zini mas'uliyatini, o'zini javobgarligini bo'yniga olib, harakat qiladi, mehnat qiladi. O'zidan nimadir to'lov qilgandan keyin. Bu sizga safar shu nimadir tushunishingiz uchun, yana umuman ishtirok etasizmi, yo'qmi, retreat sifatida tashkil qilindi. Endi yana ham men o'zimni chuqurroq kiraman, yuzlashaman, ochilaman yoki niyatlaringizga qadam bosaman deganlar uchun chuqurroq safar sifatida 40 kunlik farzandga qanot bering kursini ochamiz avgust oyida inshaalloh. Unda darslar qanaqa bo'ladi, mavzular nima, kanalda tanishtiraman. 4 ta haftada, har haftada bir marta jonli uchrashuv bo'ladi, shunisini ayta olaman. Va yana ham nimalar ochiladi unda, uni o'zi bilguvchi. Endi men siz bilan xayrlashaman. Siz bilan uchrashishga belgilangan kunim, vaqtim tugadi. Bugun onalik o'chiriladi. Uni tushunishinglar mumkin. Yo'q, buni nima biznes qilish uchun o'chirdingizmi deyishingiz mumkin. U efir turibdi, o'chirmasam ham hech narsa yo'q, nimadir o'zgarib qolmaydi. Ammo uni energiyasi sizga endi ortiq tursa ziyon berishi mumkin. U o'sha kuni o'sha yetarlicha oldingiz, mana shu jonli energiyada va uni eshitganingiz o'zida olib bo'ldingiz. Baribir uni ichida qayta ishlamaysiz. Bitta odam, ikkita odam ishlagani bilan u efirlar shunchaki bu yoqda qolib uvol bo'lib ketadi. Uni 3 kundan ortiq shuncha ushlab turmayman. Hozir bu beriladigan efir qoladi. 3 kundan keyin bu ham o'chiriladi. Hammaga xayr, hammanglarga rahmat. Vaqtinglarni ketkazib, o'zingiz uchun mana shu ilmlashganingiz uchun, chunki ilmlash ham bu bir mehnat. Shunchaki oddiy kirib muzika eshitadigan joy emas bu. Sizlar bilan bir to'lqinda bo'lganimdan minnatdorman.